Bir necha yildan beri quloq yiring oqib, bezovta qiladi va eshitishdan pasaygan. Xudo xolasa bemorimizning quloq pardalarini shu quloq teshigini o'zidan hech qayta kesilmaydi, qirqilmaydi. Mana mana shu teshikni o'zidan ham beramiz. Inshaalloh operatsiya bo'lganlari ham bilinmaydi. Va operatsiyadan keyin yaxshi eshitadigan, quloqlari oqmaydigan va og'rimaydigan bo'ladi. Mana pardani qo'yib oldik. Ko'rishingiz mumkin, mana shu yerda katta teshik aniqlanadi. O'zlarining to'qimalaridan tog'ay usti pardasi bilan yopishga harakat qildik bu safar. Juda ham yaxshi bo'ldi. Xudo xolasa mana o'zlarining to'qimalari hech narsa bilmayapti. Juda ham yaxshi bo'ldi operatsiyamiz. Hamma o'g'illar saqlandi, teshik yamaldi. Inshaalloh eshitlar ham juda ham yaxshi bo'ladi. Quloqlari oqmaydigan va og'rimaydigan bo'ladi. Eng asosiysi hamma operatsiya quloq teshigini o'zidan bajarildi. Hech qayta kesilmadi tarafidan, qilmadi.